Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizga Shinray avtosalonlarini obzor qilishda davom etyapmiz. Juda ham ko'pchilik qiziqish bildirdi. Avtosalondan avtomobil sotib oladigan bo'lsak, garantiyasi qancha va qancha yurib beradi? Xullas, kelinglar, bugungi videoda to'liq sizga mashinalar haqidagi garantiya, o'zi avtosalon sizga qancha garantiya bera oladi, mana shuni gaplashamiz. Birinchi o'rinda eng muhimi, siz avtomobil sotib oladigan bo'lsangiz, sizga 3 yil garantiya beriladi. 3 yil yoki bo'lmasam 60 ming kilometr yurgunizcha. Bu endi sizga nima imtiyoz beradi? Respublika bo'ylab Shinray milliy brendini o'zini servislari bor. Bemalol o'sha yerga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Yana meni qiziqtirib qo'ygan eng bir muhim narsa, mana bunaqa kitobcha beriladi. Siz mashina sotib olganingizda avtoservis deb yozilgan bu kafolatlovchi kitobcha. Buning ichida qarang, kichkina detallarigacha hattoki garantiya yozilgan ekan. Masalan, hattoki pultni ichidagi batareykasini ham garantiyasi bor ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Menimcha juda ham ko'pchilik boshqa shunaqa segmentdagi mashinalarda bunaqa darajadagi servisga garantiya berilmaydi. Qarang, pult ichidagi batareykasiga 3 oydan yoki 5000 kilometrgacha garantiya berilyapti. Oyna artgich rezinasigacha, hattoki havo filtri masalan. Xo'p, bu yerda yana nimalar yozilgan? Benzin nasos, svechi provoda, xo'p, yana nima? Tormoz kolodkalari, hattoki tasavvur qilyapsizmi? Tormoz kolodkalarigacha garantiyasi yozilgan. Kislorod sensori deyapti, amortizator. Juda ham ko'pchilik nimalari hammasi yozilgan bu yerda. Buni o'zingiz o'qib chiqasiz. Men aytmoqchi bo'lgan bitta narsaki, siz faqatgina komfort sotib olmaysizda, bundan tashqari garantiya sotib olasiz. Bemalol mashinani olgandan keyin qanchadir muddat qo'rqmasdan bemalol mashinangizda haydaysiz. Baribir bu temir, bunda baribir qandaydir kelishmovchiliklar yoki yetishmovchiliklar bo'ladi, o'z vaqti bilan faqat. Lekin sizga aytilgan vaqtdan oldin qayerdadir bir kichkina muammo bo'ladigan bo'lsa, respublika bo'ylab o'zingizni tumaningizga borib, Shinray avtosalonni servislariga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Garantiya asosida sizga bu zapchastlarni alishtirib beradi. Undan tashqari, o'rtoqlar, biz hozir mana bu 5 kabinalik modelida o'tiribmiz. Shinrayni ko'rib turishingiz mumkin. Hozir mana konditsioner yoqib qo'yganman, mana monitorni ulab qo'yganman, mana muzikalarigacha ulab qo'yganman, ko'rishingiz mumkin. Mana shunaqa qilib 5 kishilik mashinada oilaviymi xohlasangiz, bu bilan hattoki tog'larga ham chiqsa bo'ladi. Bu mashina bilan biz bugun o'tirib o'yladik, mana shu narsani tashkillashtirmoqchimiz, borib tog'ga mana shu bilan dam olmoqchimiz. Sababi 5 kishilik o'rtoqlar o'zimiz o'tirib, undan tashqari orqada yana joy bor. Bitta qo'ymi, buqani olibmi, olib borib o'sha yoqqa so'yib, maza qilib dam olib kelinadigan joy. Mana xohlasangiz konditsioneri bor, xohlasangiz muzika bor. O'rtoqlar, raqamlarni qoldiraman. Bu avtosalon obzorini biz Surxondaryo viloyati Denov shahrida qilyapmiz. Bu yerda o'zimiz akalarimiz xizmat qilishadi. Nomerlarni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarga ega chiqishingiz mumkin. O'ylaymanki, bunaqa segmentda bunaqa turdagi yuk mashinalar orasida eng komfortlilarini sizga ko'rsatib boryapmiz. Men o'zimga ham bu hozirgi qilayotgan obzorlarimiz yoqayotgani uchun bu avtosalondagi mashinalarning komfortlari juda ham boshqalariga qaraganda ko'proq, lekin boshqa konkurensiyalarga qaraganda arzonroq. Sababi yetarlicha ot kuchi bor, yetarlicha komfortlari bor. Bularning hammasi siz aziz obunachilarimiz so'raganlar uchun bemalol aloqaga chiqib, o'zingiz xohlasangiz biznesingizda, xohlasangiz buni orqasidan yaxshigina daromad topsangiz bo'ladi. O'rtoqlar, videoga bitta like bosib qo'yinglar. Keyingi videolarimizda bundan ham qiziqroq ma'lumotlarni sizga berib boramiz. Ko'rishguncha.